Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızı olsun. Hindistan chegara krizisida Xitoy bilan Pokistonning besimiga duch keldi. Fransiya Xalqaro radiosining 7-iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Hindiston chegara mojarosida Hindiston Xitoy bilan Pokiston ikki tarafning besimiga duch kelgan. Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi chegara talash-tartish suhbati 6-iyun atigan soat 8da Xitoy armiyasi kontrolligidagi Ladakning sharqidagi Choshul rayoni Moldo chegara xodimlari uchrashadigan joyda elib berilgan. Gerçi chegara mojarosini yanada mohiyatlik hal qilolmagan bo'lsa-mu, ammo ikki taraf tinch hal qilishga qo'shilgan. Bu haqda Tayvan taratqullarining xabarida Hindistonning Xitoy va Pokistonning besimiga duch kelganligi sababli Xitoyga yo'l qo'yishga majbur bo'lganligi bildirildi. Hindiston kontrolligidagi Kashmir 2019-yili 8-oydan keyin Modi hukumati tomonidan majburiy ikkiga bo'lingan. Qonun chiqarish iqtidoriga ega Jammu Kashmir va rayonlik qonun chiqarish iqtidori bo'lmagan Ladakdan iborat ikki sohaga ayrilgan. Hindistonning bu harakati Hindiston kontrolligidagi Kashmir rayonini bo'lib, Hindiston kontrolligidagi Kashmir rayonining Xitoy bilan Pokiston o'rtasidagi urush vaziyatini pasaytirishni maqsad qilgan. Modi hukumatining qarashicha, garchi Hindiston kontrolligidagi Kashmir rayonida Xitoy, Hindiston va Pokiston o'rtasidagi ziddiyat mavjud bo'lsa-mu, har ikkisini hal qilg'ili bo'ladi ekan. Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi ziddiyat masalasida Xitoy cho'ng quruqligining Xitoy bilan Hindistonning g'arbiy chegarasida g'oyat zo'r afzalligi bor bo'lib, Hindiston taraf Baridas rayonining oz bir qismini egallaydi ekan. Shunga Hindiston Xitoy bilan bo'lgan munosabatini muqimlashtirib, barliq zihnini Pokiston qo'zg'olonchilari va partizanlarini bartaraf qilishga markazlashtirgan. Ma'lum bo'lishicha, Hindiston 2019-yili oktyabrdan keyin Hindiston kontrolligidagi Kashmirning har qaysi joylarida ko'chman qabul qilishga boshlagan bo'lib, shu yerdagi nüfusning nisbatini zo'rlik bilan o'zgartirishga uringan. Shu orqali bu yerning hindilashishini amalga oshirgan. Qandaqli bo'lmasin, taqobil turish tadbirlariga qarata Pokiston yana shu yerdagi qarishlik ko'rsatish fronti, mustaqil front va boshqa tashkilotlarga yordam berganlik sababidan mazkur tashkilotlar 2020-yili martda hujum orqali Hindiston kontrolligidagi rayonda harakat qilishga boshlagan. Xabarga qaraganda, garchi Hindiston yaqinda Pokiston bilan bo'lgan to'qinishda g'alaba qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy armiyasi qismlari chegara tarafga qarab ilgirlash orqali Pokistonning chegara vaziyatiga vositalik yordam berib, Hindistonni ikki liniyalik jangga qisdigan. Natijada Hindiston Xitoy bilan bo'lgan chegara mojarolarini tinch va tez hal qilishning zarurligini bildirib, Xitoyga yo'l qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Hindiston Tashqi ishlar ministrligi yana ikki davlat amaldorlarining chegara mojarolarini tinch hal qilib qolmay, balki tezdan hal qilishi kerakligini o'ttirg'a qo'ygan. Hindiston taraf bayonotida ikki taraf davomli harbiy va diplomatik aloqalashib, chegara rayonlarining tinchligi va muqimligiga kafolatli qilishi kerakligini, ikki taraf vakillar o'miki shanba kuni Ladakhdagi to'qinish nuqtalarining birida ko'rishganligini bildirgan. Xitoyning import-eksport miqdori ko'rinarli tövalladi. Fransiya Xalqaro radiosining 7-iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning import va eksport miqdori oldingi yilga qaraganda ko'rinarli tövallagan. Bu yilning oldingi 5 oyida Xitoyning import-eksport umumiy qiymati 11 trillion 540 milliard yuan bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 4.9% tövallagan. Tövallash oldingi 4 oydagiga o'xshash bo'lgan. Bunun ichida eksport 6 trillion 200 million bo'lib, 4.7% tövallagan. Import 5.2% tövallagan. Xitoy vaqt gazetasining xabariga qaraganda, diqqat qilishga arziydigani shuki, Sharq Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga import-eksport ko'paygan. Yevropa birlashmasi, Amerika va Yaponiyaga bo'lgan import-eksport tövallagan. Xitoy tamojnisi sonliq ma'lumotiga asoslanganda, bu yilning oldingi 5 oyidagi asosliq eksport va eksport umumiy qiymati 11 milliard 540 million yuan bo'lib, o'xshash mazgildagiga selishtirganda 4.4% tövallagan. Amerika dollari bo'yicha hisoblaganda, oldingi 5 oyda Xitoyning import-eksport umumiy qiymati 1 trillion 650 milliard dollar bo'lib, 8% tövallagan. Buning ichida eksport 884 milliard 990 million dollar bo'lib, 7.7% tövallagan.
import 76 milliard 630 milyon dollar bo'lib 8,2% tövenligen. Diqqat qilishga arziydigini shuki, Sharq Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga import-eksport ko'paygan, Yevropa birlashmasi Amerika va Yaponiyaga import-eksport tövenligen. 5 oyda Sharq Janubiy Osiyo ellari ittifoqi Xitoyning eng chong savdo hamrohi bo'lib qolgan. Shahbozgul Xitoy mablag'ining Pokistonning manfaatiga uyg'un emasligini bildirdi. Ordu nuqtalari to'rining 7-iyundagi xabarda bildirilishicha, Pokiston muavin bosh ministri Shahbozgul Xitoy mablag'i Pokistonning manfaatiga uyg'un emas dedi. Muxbirning ziyoratini qabul qilgan Shahbozgul iqtisodshunos buni supatim bilan deymanki, Xitoyning mablag'i Pokistonning manfaatiga uyg'un emas. Agar biri mendan Xitoy mablag'i Pokistonga foyda yetkazamdi deb so'rasa, yo'q deb javob beraman. Chunki Xitoy madaniyati Pokiston madaniyatiga butunlay o'xshamaydi degan. Ma'lum bo'lishicha, muavin bosh ministrning Xitoy haqida qilgan so'zi axborot sohasida qattiq g'ulg'uli qo'zg'agan. O'qituvchi partiyalar qarshilik bildirib, muavin bosh ministr turib, shundaqmi gap qilamdi. Darhol iste'fo bersin degan. O'qituvchilar yana ministr Shahbozgul Pokistonning Xitoy bilan bir balvoq bir yo'l savdo planiga tahdid soldi deganlarni bildirgan. Uyg'ur to'qimachilik korxonasi muvaffaqiyatli holda ish boshladi. Sharq Turkiston savdo sanoatchilar jamiyati ta'sis qilinib, tunji qadamda qurilgan Uyg'ur to'qimachilik korxonasi to'qimachilik sohasida muvaffaqiyatli holda ish boshladi. Jamiyat raisi Ahmadjon Roziq va hay'at a'zolari Xitoy virusi sababli yo'l qo'yilgan cheklamalarning normallashishi bilan boshqa sohalarda mo yangi natijalarni qo'lga keltirish uchun fursatni ching tutib, jiddiy tayyorliklarni qilayotganligini bildirdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Sharq Turkiston savdo sanoatchilar jamiyatini qurib chiqish uchun bir necha yildan buyon to'xtovsiz izlanayotgan bo'lib, jamiyat oxiri 2020-yili 1-oyning 30-kuni Istanbul valiliqi ijtimoiy tashkilotlar ishlari idorasida anga elinib rasmiy tasdiqlangan. Oradan 11 kun o'tib, 2-oyning 10-kuni tunji qatim yig'in ochilib, jamiyatning nizomnomasi, iqtisodiy masalalari, planlari qatorliq nuqtalarni muzokara qilib, dastlabki qadamda muvaffaqiyatli holda fikr birligi hosil qilgan edi. Pompeo Xitoyning kulkilik tashviqoti hech kimni oldiy olmaydi dedi. Xitoyning George Floydning o'limini suiiste'mol qilib, Amerikaga qarshi boshlagan ta'tir tashviqoti davom qilayotgan paytlarda Amerika tashqi ishlar ministri Xitoyning tashviqotlarini kulkilik deb atadi va uning hech kimni oldiy olmaydiganligini aytdi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo shanba kuni e'lon qilgan bayonotida mundaq dedi. Xitoy Kommunist partiyasining George Floydning tragediyalik o'limini qora niyatlik bilan suiiste'mol qilishi orqali o'zining negizlik insoniy qadr-qimmatni mustabidlarga rad qilish qilmishini oqlashga urinishi uning haqiqiy mohiyatini yana bir qatim oshkorladi. Partiyaning huquq havasi uchun xizmat qildiganlar bo'lsa, mustabid hokimiyatlar uchun har qanday yolg'onchilik chekidan oshgan pastkash hisoblanmaydi. Bu tarixdan buyon shunday bo'lib keldi. Bu kulkilik tashviqot hech kimni oldiy olmaydi. 25-may Minnesota shtatining Minneapolis shahrida $20 saxta pulni ishlatganligi sababli qo'lga ilingan George Floyd soqchi tutquni jarayonida hayotidan ayrilgan edi. Bu hodisa Amerikada soqchi zo'ravonligi va irqiy ayrimchilikqa qarshi keng ko'lamli namoyishlar portlashiga sabab bo'lgan. Namoyishning zo'r ko'p qismi tinchlik shaklda davom qilgan bo'lsa-mu, ba'zi namoyishlarda do'kon saroylarini bulash, shaxsiy mulklarni urib chiqishga o'xshash jinoiy qilmishlarning sodir bo'lganligi xabar qilingan edi. Amerikada portlagan norozilik namoyishlarini Xitoy Amerikaga qarshi ta'tir tashviqot hujumi sifatida foydalangan. Xitoy diplomatlaridan Xitoy axborotlarigacha hamma yerda Amerikaga qarshi tashviqot kuchaygan. Xitoy tashviqotlarida Amerikani osonliklar huquqi hurmat qilinmaydigan, irqiy kamsitish, saqaymas kasalga aylangan davlat deb ko'rsatishga tirishgan. Pompeo Xitoy bilan Amerikaning namoyishchilarga tutadigan muomalasidagi negizlik farqlarni sharhlab mundaq dedi. Hong Kongdan Tiananmen maydonigacha Xitoyda tinch usundagi namoyishchilar haqiqat uchun o'tirg'i chiqqanligi uchunla qurolliq askarlarning tayoq to'qmoqlariga besiladi. Bu sharafsizliklar haqida qalam tavratgan muxbirlar turmalarga uzun yillab tashlandi. Amerikada bo'lsa federatsiya va yerlik soqchilar yo'ldan chiqqan ofitserlarni qonuniy javobgarlikka tortadi. Bulongchilik va zo'ravonliklarga taqobil turish bilan birlikda tinch usundagi namoyishlarni qarshi oladi. Erkin axborotimiz bu voqealarni to'liq bilan xabar qilib, butun dunyoga sunadi. Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo shanba kuni e'lon qilgan yozim bayonotida
Xitoyning yaqinqi harakatlari orqali haqiqatni mansitmaslik, qonunni masxara qilish qilmishlarini davomlashtirayotganligini bildirdi. U yana so'zida Xitoy Kommunist partiyasining Jorj Floydning o'limidan keyin Amerikada o'ttirg'i chiqqan harakatlarni o'zining negizlik kishilik huquq va erkinliklarni rad qilish qilmishlari bilan birlashtirib olishi ularni asli mohiyati bo'yicha saxtikor deb tunishimizga yetib ashidi dedi. Ba'zi xabarlarda Xitoy axborotlarining Amerikadagi namoyishlarning faqat qalaymaqonchilik tusini olgan taraflarini kuchab tashviq qilganligi namoyishning tinchlik shakldagi asosli qismiga o'z axborotlaridan faqat o'rin bermaganligi ko'rsatilgan edi. Rex Scott Xitoyning Amerikaning vaksina tadqiqotiga buzg'unchilik qilayotganligini bildirdi. Amerika Kengash palata a'zosi Rex Scott Xitoyning Amerikaning Xitoy virusining vaksinasini yasab chiqish ishlariga buzg'unchilik qilayotganligini bildirdi. U yakshanba kuni BBCning ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Amerikaning Xitoy virusi vaksinasi yasash xizmatini oqsitib qo'yish va uningga buzg'unchilik qilish qilmishlarida bo'layotganligi hamda buningga oid dalil isbotlarning borligini bildirdi. U so'zda biz bu vaksinani cho'qim yasab chiqamiz. Halbuki kommunist Xitoy bizga ziyonkashlik qilishga yoki ishlarimizni oqsitishga urinayotdi. Qo'limizda isbot bor. Xitoy bizning buni tunji bo'lib yasab chiqishimizni xohlamaydi. Ular Amerika va dunyo miqyosidagi demokratiyaning dushmani bo'lishni tanladi deganlarni bildirdi. U Xitoyning buzg'unchilik qilmishlariga oid isbotlar haqida savollarga javob berib, buning Amerika istixborot tarmoqlaridan kelganligini bildirdi. Amerika doiralari o'tgan oyda Xitoyga munosabatlik to'r buzarlarning, ya'ni hakkerlarning Amerikaning Xitoy virusiga qarshi vaksina davolash va diagnoz tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan organlarga hujum qilganligini aytgan. Xitoyning Wuhan shahridan tarqalgan Xitoy virusi 6-iyungacha dunyo bo'yicha 6,731,793 odamni yuqumlantirdi. 393,721 odamning joniga zamin bo'ldi. Angliya fuqarolarining yarmi Xitoy mollarini boykot qilmoqda. Xitoy virusi sababli Angliya fuqarolarining yarmi degidak Xitoy mollarini boykot qilmoqda ekan. Angliyada chiqadigan Express gazetining bu vaqtdagi bir dokumentlaridan naql elib xabar qilishicha, Xitoy doiralarining Xitoy virusini bartaraf qilish usulidan g'azablangan yerimdan ko'proq Angliya fuqarosi Xitoy mollarini boykot qilgan. Bularning orasida ba'zilari Xitoy mollarini elishni butunlay to'xtatgan bo'lsa, ba'zilari Xitoy mollarini qisman boykot qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu vaqtdagi dokumentni Rafael va Wilton tadqiqot jamiyati internet orqali elib borgan ro'yxatga asosan tayyorlagan. Ro'yxatda Angliya nufusining 44%ning Xitoy mollarini elishni boykot qilganligi, 51%ning Xitoy mollarini elishni davom qilayotganligi bayqalgan. Xabarga qaraganda, navbatda Angliyada Xitoy mollariga qartiladigan jazo bejini oshirish fikrini qo'llaydiganlarmi ko'payishga boshlagan. Ma'lumotlarga qaraganda, Xitoy virusi sababli birlashgan Angliya-Xitoy munosabatlari Xitoyning Hong Kong qaratgan bostirish harakatlari va Hong Kongga munosabatli xavfsizlik qonunining Xitoy xalq qurultayida ma'qullikdan o'tishiga ergashib texmi yomonlashgan. Xitoy mollarini boykot qilish sadolari Amerikada o'tirg'i chiqishga boshlagan. Amerika Kengash palata a'zosi Rex Scott yaqinda Xitoy Kommunist partiyasi hokimiyat beshidagi Xitoyda ishlangan mahsulotlarni hech kim olmasligi lozimligini bildirgan edi. Fahrettin Altun Amerikani ma'lumot qilayotgan Kommunist Antifa tashkiloti haqida to'xtaldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reislik Uçur Alaka İşleri İdaresi Başlığı Fahrettin Altun asli Afrikalık Amerika fuqarosi Jorj Floydning o'lim bilan boshlangan namoyishdan keyin Amerika prezidenti Donald Trump'mo terrorlik tashkiloti deb tizimiga kirgizishni planlaganligini aytgan Antifaning haqiqiy abdi basharasini ko'rganligini aytdi. Fahrettin Altun Twitter hesabida Antifaning butun Amerika miqyosida zo'ravonlik xarakterlik namoyishlarga qatnashganligini bildirib, silliq uchur ham baharlashdi. Fahrettin Altun hambaharlashgan uchurida Suriyadagi terrorlik guruhlar bilan hamkorlashgan holda dunyo miqyosida zo'ravonlik xarakterlik hujumlar bilan shug'ullangan Antifaning haqiqiy abdi basharasini ko'rdik dedi. Videoda Antifaning tinchlik asosidagi namoyishlardan naf undirish uchun qalaymaqonchilik chiqarganligi ta'kidlanib, kommunist Antifaning PKK bilan o'xshash ideologiyaga ega ekanligi tushuntirilgan sinliq ko'rinishda PKKning Suriyadagi quyruqchisi bo'lgan YPGning nurg'unlagan Antifa a'zolarini tarbiyalab berganligi uqtirildi. Trump Xitoyga va Yevropa ittifoqiga tahdid soldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Amerika qisqushbaqalaridan elinayotgan tamojni bejini azaytmasa, Xitoy bilan Yevropa ittifoqidan texmi ko'p boj elish tuzumini yo'l qo'ydiganliklarini aytdi.
Mayne shtatiga qilgan ziyorati asnosida dengiz mahsulotlari shirkatlarining mas'ullari bilan yumaloq ustal yig'inda bir yerga jam bo'lganda Yevropa ittifoqining Amerika Qo'shma Shtatlarining qisqushpaqalaridan tamojli baja elish tuzumiga norozilik bildirib mundaq dedi. Yevropa ittifoqi bu bajni tövallatmasa, bizmi o'xshash shaklda Yevropa ittifoqidan kelgan avtomobillardan tamojli baja olamiz. Xitoymi Amerikaning qisqushpaqalaridan tamojli baja elishni to'van saviyaga tushirmasa, bizmi Xitoydan kelgan mahsulotlardan elinayotgan tamojli bajini o'stiramiz. Türkiye'deki Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 7 iyun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 23 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Türkiye'deki Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 35335 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 914 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 170.132 ga yetganligini bildirdi. Bir kun ichida yana 23 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlar 4692 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 2647 nafarining salomatligining asliga kelganligini, 613 bemorning kasalining og'ir ekanligini, salomatlikka asliga kelgan bemorlarning soni oldingi kuniga qaraganda ko'rinarli ko'payganligini, ma'lum viloyatda askarlikka tizimga elish va avatish davomida 58 nafar kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini, bundan keyingi kunlarda qo'l pokizligiga diqqat qilish, maska taqash va ijtimoiy munosabatlarda orliq saqlash qatorliq tadbirga sal qarashga bo'lmaydiganligini, yaxshi tadbir yaxshi natijaning belgisi ekanligini bildirdi. Quddus jamiyati Ma'arif jamiyatini ziyorat qildi. Falastin Quddus jamiyatidan bir hay'at Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Hay'atning Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan Sharq Turkiston kishilik huquqni ko'zish jamiyati raisi Adil Abduqodir jamiyat markaziy ishxonasida kutib oldi. Ziyoratda Quddus harakati bilan Sharq Turkiston masalasida hamda muhojiratdagi Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi va Uyg'ur muhojirlariga munosabatlik muhim masalalarda fikr almashtirdi. Xalqaro faoliyatlarda o'zaro qo'llash, hamkorlik o'rnatish masalalarida atrofliq fikr almashtirib, umumiy jihatdan hamkorlashishga kelishdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.